Mamlakatimiz agrar sektorida innovatsion yondashuv. Bugun sizlarni kartoshka hosildorligini oshirishning yangi, oddiy va samarali usuli bilan tanishtiramiz. Endi kartoshka urug' turganaklarini ekishdan oldin qizil va uzoq qizil nurlar yordamida ekishga tayyorlash mumkin. Xo'sh, bunday yondashuvning afzalligi nimada? Birinchidan, bu usulni qo'llaganda urug' turganaklari tezroq unib chiqadi. Nega deganda qizil nur ekinlar uchun bahoriy kayfiyatni ulashadi. Ma'lumki, bahor fasli kirib kelganda tabiat uchun zaruriy bo'lgan quyosh nurlari qizil tus oladi. Bu nurlar urug'lar uchun, ularning tez va sog'lom rivojlanishi uchun juda muhim ahamiyatga ega. Qizil lampalar esa urug' tuganaklarini erta rivojlanishiga ko'maklashadi. Oddiy usulda 10-14 kunda unadigan nihollar bu usulda atigi 3-5 kunda ko'rina boshlaydi. Ikkinchidan, nihollarning bir xil, simmetrik va sog'lom bo'lishiga, ekin maydonlariga erta ekishga va hosildorlikni oshirishga erishiladi. Bundan tashqari, nurlanish natijasida kartoshka po'stlog'i qalinlashadi. Ildizi esa kuchli va mustahkam ko'rinishga keladi. Buni amalga oshirish juda oson. Avvalo 30-50 gram og'irlikdagi shikastlanmagan virus va zamburug'dan xoli tuganaklar tanlab olinadi. Agar ular sovutgichda saqlangan bo'lsa, quruq joyda 5-7 kun davomida tashqi muhitga moslashtirish kerak bo'ladi. So'ng qizil va uzoq qizil spektr tarqatuvchi lampalar o'rnatiladi. Muhimi 0.8-1,5 kW quvvatga ega keramik lampalar tuganak yuzasidan 1-1,5 metr balandlikda joylashtiriladi. Shuni yodda tuting, joylashuv hududida havo uzluksiz aylanishi shart. Tuganaklar kuniga 16 soat davomida qizil lampalar nuri ostida saqlanadi. Kunning qolgan 8 soati esa qorong'u rejimga to'g'ri keladi. Ahamiyatlisi, bu jarayon ketma-ket 15 kundan 1 oygacha 20-25 daraja haroratda 60-70 nisbiy namlik holatida davom ettiriladi. Urug'larning harorati esa har kuni termometr bilan tekshirib borilishi kerak. Haddan tashqari issiqlik yoki namlik tuganaklar rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Havo aylanishini ta'minlash uchun esa har 2-3 soatda xonani shamollatib turish zarur. Natijada urug'larning nishlanish davri 30 kundan 10 kunga qisqaradi. Nihollar uzunligi 8 cm dan 2-3 cm gacha qisqarib, yanada kuchliroq bo'ladi. Poya qalinligi aksincha 3 mm dan 3.9 mm gacha ortadi. Nihol kuchliligi 10-20% ga oshadi. Urug'larning ekishga tayyorligi esa 1-2 oylik muddatdan 15-30 kunga qisqaradi. Bunday usulning iqtisodiy samaradorligi ham yuqori. Masalan, tuganaklar maxsus nurlar bilan tayyorlanganda hosildorlik 10-20% ga oshadi. Kartoshkani bozorda erta sotish imkoniyati paydo bo'ladi. Bu esa mo'may daromad demakdir. Eng muhimi, bu usulda hech qanday kimyoviy stimulyator ishlatilmaydi. Natijada mahsulot ekologik, toza bo'ladi. Xulosa shuki, kartoshka urug'ini qizil nur yordamida ekishga tayyorlash, hosilni ko'paytirish, sifatni oshirish va mahsulotni bozorda erta sotishga erishishning ishonchli yo'lidir.